pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar va ota-onasining pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki pensiya masalasida bitta noto'g'ri hujjat va bitta tasdiqlanmagan ish staji yoki bitta e'tibordan chetda qolgan ma'lumot odamning har oy oladigan puliga bevosita ta'sir qiladi. Men bugun sizga yangicha pensiyalar deganda nimalar nazarda tutilayotganini, nimalarga tayyor turish kerakligini, kim xavotir olishi kerak, kim esa shoshilmasdan hujjatlarni tekshirsa yetarli bo'lishini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki amaliy qismida aynan qaysi hujjatlarni yig'ish, qayerga murojaat qilish va qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligini aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham pul, vaqt va asabni tejab berishi mumkin. Avval pensiya masalasi ko'pchilik uchun ancha tushunarli ko'rinardi. Odam ishlaydi, ish staji yig'iladi, maosh oladi. Keyin pensiya yoshiga yetganda hujjatlarini topshiradi va pensiya tayinlanadi. Lekin amalda bu jarayon har doim ham oddiy bo'lmagan. Kimdir 3 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasida muhr noto'g'ri bosilgan. Kimdir sovxozda, kolxozda, korxonada ishlagan, lekin arxiv yo'qolgan. Kimdir ish haqi yaxshi bo'lgan yillarni tasdiqlay olmagan. Natijada odam men shuncha yil ishlaganman-ku deydi. Lekin tizim tasdiqlangan hujjat bormi deb so'raydi. Hozirgi o'zgarishlarning mohiyati shundaki, pensiya tizimi tobora ko'proq raqamlashtirishga, elektron bazalarga, aniq hisob-kitobga va ijtimoiy adolat tamoyiliga o'tmoqda. Ya'ni endi faqat og'zaki ishlaganman degan gap yetarli emas. Ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, bandlik tarixi, imtiyozli davrlar imkon qadar elektron tizimlarda ko'rinishi kerak. Bu bir tomondan yaxshi, odam har bir idoraga yugurmaydi. Ko'p ma'lumot avtomatik olinadi. Ikkinchi tomondan esa xavfli jihati bor. Agar bazada ma'lumot noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasa, sizning pensiyangiz kamroq chiqishi mumkin. Men ko'p fuqarolarda bir xil savolni ko'raman. Yangicha pensiya degani pensiyalar kamayadimi? Bu savolga ehtiyotkorlik bilan javob berish kerak. Har bir islohotning maqsadi rasmiy tilda tizimni barqaror qilish, adolatni kuchaytirish, kim qancha ishlagan va qancha hissa qo'shgan bo'lsa, shunga mos pensiya hisoblashdan iborat bo'ladi. Ammo oddiy fuqaro uchun eng muhim narsa shuki, yangi tartiblar kuchaysa, hujjati toza, staji aniq, maoshi rasmiy bo'lgan odam yutadi. Hujjati chala, ish yillari norasmiy, arxiv ma'lumoti yo'q odam esa muammoga duch kelishi mumkin. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasin. Birinchi navbatda pensiya hisobida odatda 3 ta asosiy masala muhim bo'ladi. Yosh, ish staji va daromad yoki badallar tarixi. Yosh masalasi tushunarli. Qonunda belgilangan pensiya yoshiga yetish kerak. Ish staji masalasi esa murakkabroq. Chunki odamning hayotida turli davrlar bo'ladi. Rasmiy ish o'qish, harbiy xizmat, bola parvarishi, vaqtincha ishsizlik, yakka tartibdagi faoliyat, chet elda ishlash, fermer xo'jaligida mehnat qilish. Bularning hammasi ham bir xil tartibda hisoblanavermaydi. Ayrim davrlar to'liq qo'shiladi. Ayrimlari faqat tasdiqlovchi hujjat bo'lsa qo'shiladi, ayrimlari esa umuman pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Ahmad aka 6 yoshga yaqinlashyapti. U 1995 yildan 2000 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin 2000 yildan 2015 yilgacha kichik korxonada haydovchi bo'lgan. 2015 yildan keyin esa norasmiy taqdirlangan. Uning mehnat daftarchasida zavod yillari bor, lekin kichik korxona allaqachon yopilgan. Arxivga hujjat topshirganmi yo'qmi noma'lum. Agar Ahmad aka hozirdan harakat qilmasa, pensiyaga chiqqan paytda 25 yillik davr bo'yicha muammo chiqishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Men bunday odamga hozirdan arxiv so'rovi berishni, sobiq ish joyining huquqiy vorisi bor yo'qligini aniqlashni, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, buyruq raqamlari, lavozim nomlari to'g'ri yozilganini tekshirishni maslahat beraman. Ikkinchi vaziyat. Malika opa 25 yil maktabda ishlagan. U hammasini rasmiy ishlagan, mehnat daftarchasi bor. Ish haqi ham byudjet tashkiloti orqali o'tgan. Bunday odam kamroq xavotir olishi mumkin. Chunki byudjet tashkilotlaridagi ma'lumotlar ko'pincha ancha tartibli saqlanadi. Lekin baribir men o'qituvchi bo'lganman, hammasi joyida deb beparvo bo'lish yaramaydi. Chunki lavozim nomi, stavka miqdori, ta'til davrlari, dekret davri, maktab nomi o'zgargan bo'lsa, ayrim ma'lumotlarni aniqlashtirish kerak bo'ladi. Misol uchun, maktab avval 12 maktab bo'lgan, keyin ixtisoslashtirilgan maktabga aylangan, keyin tuman bo'limiga qayta bo'ysungan. Bunday holatda hujjat qayerda
saqlanayotganini oldindan bilish foydali. Uchinchi vaziyat. Dilshod 35 yoshda. Hozir pensiya hali ancha bor deb o'ylaydi. Lekin u 5 yildan beri norasmiy ishlaydi. Oylikni qo'lda oladi. Bugungi mavzu faqat hozirgi pensionerlarga emas, yoshlar uchun ham muhim. Chunki ertangi pensiya bugungi rasmiy daromaddan boshlanadi. Agar odam 10-15 yil qora ish haqi bilan ishlasa, keyin pensiya vaqtida men oyiga falon pul topardim deb isbotla olmaydi. Pensiya tizimi qog'oz va elektron izni so'raydi. Shuning uchun men yosh tomoshabinlarga ham aytaman. Rasmiy ishlash faqat hozirgi kredit, bank yoki mehnat ta'tili uchun emas, kelajakdagi pensiya uchun ham kerak. 4-vaziyat. Gulnora opa 3 farzandni tarbiyalagan, uzoq yillar uy bekasi bo'lgan, keyin 1 yil rasmiy ishlagan. U menga pensiya chiqadimi deb so'raydi. Bunday holatda minimal ish staji, bola parvarishi davrlari, ijtimoiy nafaqa va pensiya o'rtasidagi farq alohida ko'rib chiqiladi. Har bir insonning holati alohida. Shu sababli men hech qachon faqat qo'shnining tajribasiga qarab qaror qilishni maslahat bermayman. Qo'shningizga bir xil chiqqan narx sizga boshqacha chiqishi mumkin. Chunki tug'ilgan yil, ish staji, daromad, hujjatlar va oilaviy holat farq qiladi. Yangicha yondashuvda eng katta e'tibor shaffoflikka qaratiladi. Ya'ni tizim sizning qayerda, qachon, qancha ishlaganingizni aniq ko'rishni xohlaydi. Bu esa pensionerlar uchun ham bir signal. Hujjatlarni faqat pensiya yoshiga yetganda emas, oldindan tekshirish kerak. Ayniqsa 20 yoshdan oshgan erkaklar va 25 yoshdan oshgan ayollar bu ishni kechiktirmasligi kerak. Chunki arxivdan javob olish bir kunda bo'lmaydi. Ba'zan bir ma'lumot uchun tuman arxivi, viloyat arxivi, sobiq korxona, soliq organi, bandlik organi yoki boshqa idoralar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi xato. Odam mehnat daftarchasi bor bo'lsa, hammasi hal deb o'ylaydi. Yo'q, har doim ham unday emas. Mehnat daftarchasidagi yozuv o'qilmaydigan bo'lsa, muhr tushunarsiz bo'lsa, ishga kirgan va ishdan bo'shagan buyruq raqamlari yozilmagan bo'lsa, korxona nomi to'liq ko'rsatilmagan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ayniqsa eski davrdagi hujjatlarda bunday muammo ko'p uchraydi. Men ko'rgan holatlarda odamning 7 yillik staji aynan bitta muhr noaniq bo'lgani uchun savol ostida qolgan. Keyin arxivdan ma'lumot topilgachgina masala yechilgan. Ikkinchi xato, ish haqi haqida ma'lumotni e'tiborsiz qoldirish. Ko'p odam stajim bo'lsa bo'ldi deydi. Aslida pensiya miqdorida ish haqi yoki hisobga olinadigan daromad ham muhim bo'lishi mumkin. Masalan, ikki odamning staji bir xil, ikkalasi ham 3 yil ishlagan. Lekin birining rasmiy oyligi doim minimal bo'lgan, boshqasining oyligi esa yuqori bo'lgan. Hisob kitobda farq paydo bo'lishi tabiiy. Shuning uchun eski ish haqi ma'lumotlari, maosh spravkalari, hisob kitob varaqalari, arxivdagi ish haqi qaydnomalari ahamiyatli bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, ism familiya o'zgarishi. Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Ba'zida pasportda bir xil, diplomda boshqa. Mehnat daftarchasida 3-xil yozilgan bo'ladi. Masalan, Gulnoza bir hujjatda Gulnora deb ketgan yoki familiyaning bitta harfi farq qiladi. Oddiy ko'ringan bu xato pensiya tayinlashda muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi va boshqa dalillar kerak bo'lishi mumkin. 4-masala, chet elda ishlagan davr. Hozir ko'p fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda mehnat qilgan. Bu davrlar pensiya hisobida qanday inobatga olinishi, davlatlararo kelishuvlar, rasmiy to'lovlar, mehnat shartnomalari va tasdiqlovchi hujjatlarga bog'liq. Agar odam chet elda rasmiy ishlagan bo'lsa, mehnat shartnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlar, ish beruvchidan ma'lumotnoma muhim bo'lishi mumkin. Agar norasmiy ishlagan bo'lsa, afsuski, bu davrni pensiya hisobiga kiritish qiyinlashadi. 5-masala, imtiyozli pensiyalar. Ayrim kasblar og'ir, zararli yoki alohida sharoitli hisoblanishi mumkin. Kon metallurgiya, kimyo, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, pedagogika, harbiy xizmat, ichki ishlar, ayrim transport sohalari bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham asosiy so'z tasdiqdir. Odam shunchaki men og'ir ishda ishlaganman desa yetmaydi. Lavozim nomi, ish sharoiti, stavka, ish joyining ro'yxatga mosligi, buyruqlar va maxsus ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Ba'zan korxonada odam amalda zararli sexda ishlagan, lekin hujjatda umumiy ishchi deb yozilgan. Mana shunday holat keyinchalik katta muammoga aylanadi. 6-masala, pensiya qayta hisoblanishi.
Ko'pchilik pensionerlar pensiyam bir marta tayinlandi, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda qo'shimcha hujjat topilsa, staj tasdiqlansa, ish haqi ma'lumoti aniqlansa, qonunda belgilangan asoslar bo'lsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik har doim oshadi degani emas. Har bir holatda hisob-kitob qilinadi. Shuning uchun eski arxivdan yangi ma'lumot topgan pensionerlar uni befoyda deb chetga tashlamasligi kerak. 7-nozik jihat. İjtimoiy nafaqa va mehnat pensiyasi farqi. Ba'zi odamlar staji yetarli bo'lmaganda yoshga doir ijtimoiy to'lov yoki nafaqa masalasi bilan duch keladi. Bu pensiya bilan bir xil narsa emas. Miqdori, tayinlash sharti, hujjatlari farq qilishi mumkin. Shuning uchun sizga pensiya chiqmaydi deyishsa, darhol umidsizlikka tushmang. Qaysi turdagi to'lov nazarda tutilganini aniq so'rang. Mehnat pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami, nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa turdagi yordammi? Endi eng kerakli qism, siz bugundan nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, mehnat daftarchasi, mehnat shartnomalari. Ishdan bo'shash buyruqlari, ish haqi ma'lumotnomalari bir joyda bo'lsin. Hujjatlarni telefon bilan suratga olib qo'yish ham foydali, lekin asl nusxalarini alohida papkada saqlang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta narsa qarang. Ishga qabul qilingan sana bormi? Ishdan bo'shagan sana bormi? Buyruq raqami va muhr bormi? Agar biror joyda sana tushib qolgan, muhr o'qilmaydi. Korxona nomi chalkash. Lavozim yozilmagan bo'lsa, buni hozirdan aniqlang. Pensiya yoshiga yetib, navbatda turgan paytda bu muammolar bilan yugurish ancha qiyin bo'ladi. Uchinchi qadam, ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Oddiy daftar yoki telefoningizda jadval qilib yozing. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz? Korxona nomi nima bo'lgan? Qaysi tumanda joylashgan? Rahbar yoki kadrlar bo'limi bo'lganmi? Korxona hozir mavjudmi yoki yopilganmi? 1996 yillar Paxtakor tikuv fabrikasi, Andijon shahri, 1996-2004 yillar O't avtokorxona, 2004-2012 yillar xususiy firma. Shu ro'yxat keyin arxiv so'rovlari uchun juda kerak bo'ladi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, shaxsiy ma'lumotlaringiz bo'yicha dastlabki tekshiruv qiling. Mening ish stajim bo'yicha elektron bazada qanday ma'lumotlar ko'rinadi? Qaysi davrlar tasdiqlangan? Qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjat kerak bo'lishi mumkin degan savollarni bering. Javobni imkon qadar yozma shaklida yoki hech bo'lmaganda aniq ro'yxat qilib oling. 5-qadam. Arxivga so'rov yuboring. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlar tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. So'rovda aniq yozish kerak. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan yil, ishlagan davr, korxona nomi. Lavozim sizga nima kerakligi? Ish staji haqida ma'lumotmi? Ish haqi haqida ma'lumotmi? Ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari nusxasimi? Juda umumiy yozilgan so'rovga aniq javob olish qiyin bo'ladi. 6-qadam. Rasmiy ishlashga o'ting. Bu maslahat ayniqsa pensiyaga hali 5-10 yil bor odamlarga muhim. Agar hozir norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan mehnat shartnomasi tuzishni, ish haqini rasmiy. Badallar va soliqlar qonuniy yuritilishini talab qiling. Bilaman, ko'pchilik rasmiy qilsak oylik kamayadi deydi. Lekin bugun ozgina ko'proq qo'lga pul olish ertaga pensiya hisobida katta yo'qotishga aylanishi mumkin. 7-qadam. Pensioner bo'lsangiz ham hujjatlaringizni tashlab qo'ymang. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, eski ish joyingiz bo'yicha qo'shimcha ma'lumot topilsa, uni tekshirtiring. Menga baribir endi kech demang. Ayrim hollarda qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin avval mutaxassisga ko'rsating, chunki har bir hujjat ham avtomatik oshirish bermaydi. 8-qadam, og'zaki gaplarga ishonmang. Mahallada kimdir hammaning pensiyasi o'zgarar ekan, boshqasi stajni bekor qilishar ekan, uchinchisi hamma bir xil pensiya olar ekan deyishi mumkin. Bunday gaplar odamni qo'rqitadi, lekin ko'pincha aniq manbaga ega bo'lmaydi. Siz faqat rasmiy idoralar, qonun hujjatlari, pensiya jamg'armasi tushuntirishlari va ishonchli mutaxassislar maslahatiga tayaning. Yana bir muhim maslahat, hujjat topshirganda nusxa olib qo'ling. Ariza yozsangiz, ariza nusxasi qabul qilinganligi haqida belgi bo'lsin.
Hujjat topshirsangiz, qaysi hujjatlarni topshirganingiz ro'yxatini saqlang. Telefon orqali gaplashsangiz, qaysi bo'lim, qaysi sana, kim bilan gaplashganingizni yozib qo'ying. Bu mayda ko'ringan tartib keyin nizoli holatda sizga yordam beradi. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Birinchidan, eski Sovet davrida ishlagan va korxonasi yopilib ketgan odamlar. Ikkinchidan, bir necha marta familiyasi yoki hujjatlari o'zgargan fuqarolar. Uchinchidan, uzoq vaqt norasmiy ishlaganlar. To'rtinchidan, chet elda ishlaganlar. Beshinchidan, imtiyozli kasbda ishlaganini aytadigan. Lekin hujjatida lavozimi aniq ko'rsatilmagan odamlar. Oltinchidan, pensiyaga yaqinlashib qolgan, lekin biror marta ham stajini oldindan tekshirtirmaganlar. Kimlar nisbatan tinchroq bo'lishi mumkin? Rasmiy ishlagan, hujjatlari to'liq. Elektron bazalarda ma'lumotlari ko'rinadigan, ish joylari faol yoki arxivlari tartibli saqlangan odamlar. Lekin tinchroq degani umuman tekshirmaslik degani emas. Men har bir odamga kamida bir marta o'z pensiya hujjatlarini oldindan tahlil qildirishni maslahat beraman. Demak, yangicha pensiyalar haqida gap ketganda eng asosiy xulosa shuki, tizim aniq hujjat. Rasmiy staj va tasdiqlangan daromadni talab qiladi. Hujjatlari tartibli odam yutadi, hujjatlari chala odam esa o'z vaqtida harakat qilmasa, pensiya tayinlashda qiynalishi mumkin. Shuning uchun kutib o'tirmang. Mehnat daftarchangizni tekshiring, arxiv ma'lumotlarini aniqlang. Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazidan maslahat oling. Rasmiy ishlash masalasini jiddiy qabul qiling. Agar sizda shunday vaziyat bo'lgan bo'lsa, masalan stajingiz hisoblanmagan, arxivdan hujjat topilmagan yoki pensiyangiz kutilganidan kam chiqqan bo'lsa, kommentariyada yozing. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bir kun oldin harakat qilish ko'pincha bir necha oy yugurishdan qutqaradi.